Assalomu alaykum. Chorva biznes kanalining hurmatli obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasidamiz. Sigirlar qatoridan syomka jarayonlarini boshlayapmiz. Videomizda kamchilik va xatolar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. 5-aprel haftaning yakshanba kuni 2026-yil. Akalar, videoni oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilaman. Xudo xolasa chiroyli video bo'ladi, manfaatli. Bittadan like bosib, kommentariyada fikr mulohazalaringizni qoldirishlarini so'rayman. Barchalarga rahmat, bizni kuzatishda davom eting. Akalar, menga bola Golstein Frez bo'lsin, kelajagi bo'lsa, o'tadanki sigir qilaman degan obunachilarimizga ikkinchi bola xunojin 15 ta sutga beramiz deyapti. Bola Golstein Frez. Onasi rossiyskiy ekan. Joning sog' bo'lgan. Narxi necha pul? 40 dan o'tib beramiz deyapti. Qancha qildi bozor? 38 million so'm savdo qilishdi. Ishqibozlarga nomer qoldiraylik. 91lik 696 7766 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. Batafsil ma'lumotni egalaridan olasizlar. Joning sog' bo'lgan. O'ta sifatli variantida. 15 ta sutga javob deyapti. Barchalarga rahmat. Qadrdonlar mana aloqora variantidan chiroylisida. Yetalaboringchi aka. Realniy savdosi bo'lyapti. Joning sog' bo'lgan. Bo'ylari 1,5 metr chiqadi akalar. Bu bo'g'oza aka bu. Bolasi yotibdimi? Sigir ekan, 41 million so'm savdo qilishyapti. O'ta chiroyli variantidan. Realniy savdosi. Aka, nomer qoldirasizmi? 90lik 366 67 aloqaga chiqarasizlar. To'liq ma'lumotni egalaridan olasizlar. Bolasi buqacha ekan, 41 million so'm savdo qilyapti. 10 ta sutga deyapti. Joning sog' bo'lgan. Qadrli obunachilar, mana o'zimizning joydagi sigirimiz sotilibdi. Bolasi xunojin 29 million so'm baraka bo'libdi. Bo'ylari 1.25 atrofida. Barakasini bersin. Olganga ham sotganga ham baraka bersin. Novosga o'xshaydi o'zi. Lekin xunojin. Qadrli tomoshabinlar, navbatdagi bo'g'ozimiz 2 yoshar endi bo'lyapti. Rossiyskiy sigir qilaman degan obunachilarimizga. Aka, necha oylik bo'g'oz? 20 kun murod tug'adi, cho'zilib ketsin. Xudo xolasa oy kuni yaqin 20 kunda tug'adi deyapti. Birinchi qoringa yetuk bo'g'ozimiz. Bo'ylari 1.20 plus, 1.25 atrofida. Idishlari ham mana chiroyli ekan. Aka, narxi necha pul buni? 35 dan o'tib beramiz. 35 million so'mdan kami bor. Savdosi qanaqa bo'ldi aka buni? 32 ishi. Jazmani 32 million so'm, ha? Jazman 32 million ishi. Yetalaboringchi, mashalloh, barakasini bersin. O'ta chiroyli variant ekan. Jonlang sog' bo'lsin mana. Barchalarga nasib qilsin. Ishqibozlarga nomer ayting. 91lik 056 056 6185. 6185 nomeriga aloqaga chiqarasizlar. Barchalarga rahmat, salomat bo'linglar, qadrli obunachilar. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari hamda manamda yetuk bo'g'oz ishqibozlari. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasida joylashgan chorva bozordamiz. Hurmatli aka-ukalar, qo'ldan kelgancha bugungi syomkalarimizga aloqorasidan rossiyskiy chiroyli sementallardan, yetuk bo'g'ozlardan sizlarga syomkalarni taqdim etamiz. Videomizdagi kamchilik va xatolar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Qadrli obunachilar, 5-aprel haftaning yakshanba kuni 2026-yil. Videoni oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilaman. Sizlarga yoqadigan chiroylilardan syomka qilganmiz. Kimgadir foydamiz tegsa, biz albatta xursand bo'lamiz. Barchalarga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rib, bitta like bosib, kommentariyada fikr mulohazalaringizni qoldirishlarini so'raymiz. Barchalarga rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, navbatdagi bo'g'ozimiz gigantidan boqaman deganlarga. O'ta chiroyli ekan. Bo'ylari 1.50 atrofida. Sal yetilab boringchi.
Maşallah, barakasini bersin. Chiroyli variantdan ekan. Necha oylik bo'g'oz endi bu? Bir haftaligi qolibdi, maşallah. Barchalarga nasib qilsin, shunaqa gigantidan boqib, tarbiya qilib, bolasini boqish nasib qilsin. Bir haftaligi qolibdi. Birinchi qoringa, ikkinchisigami? O'ta gigantidan ekan. Narxi necha pul ekan? Narxi 80 million kami bor. 80 million so'm kami bor ekan. O'zdan ko'rib baho berasizlar. Qancha qildi bozor? Bozor 62, 63 so'rashyapti. 63 million so'mgacha savdo qilishibdi. Nomer aytib ketay ishqibozlarga. 91lik, 91lik 740, aytavering. 65, 75. Aloqaga chiqaverasizlar, batafsil ma'lumot egalaridan olasizlar. Ko'z tegmasin deb, mashalloh deb kommentariyada yozib ketamiz. Boqqanga rahmat, shunchalik qilib tarbiya qilib olib chiqqanga rahmat. Nima deysiz, mana shunaqasidan 10 ta bo'lsa, tomosha qilib boqasiz bularni. Barakasini bersin. Qadrli obunachilar, navbatdagi sigirimiz. Ma'lumotlarni beramiz. Semental akana bolasi aka. Semental chekanda. Xo'p, bo'ylari 1.35, 1.40 atrofida. Nechinchi qorin bu? 3-chi tug'ishiga. Suti nechta buni? 20 ta 25 ta deyishyapti. Bolasi buqami? Bolasi buqacha. Narxi necha pul? Savdosi 40 millionga chiqibdi. Chiroyli variantidan. Qancha baho aytyapsiz o'zi? 45 deyishyapti hozir. Nomer aytib ketasiz? Nechilik? 91. 91lik 145 145 0959. 0959 nomeriga aloqaga chiqsalaring, batafsil ma'lumot egalaridan olasizlar. Barchalarga rahmat. Hurmatli obunachilar, navbatdagi boshlanishiga chiroyli Golishten Fresh sigirimiz. Uka, nech pul buni narxi? 80 million. Bolasi buqami, xonajimmi? Ha? Buqacha ekan, narxi 80 million so'm. Bo'ylari 1,5 metr atrofida. Nechinchi qorin bu? 3-chi qoringa. Bitta yetilab yuboringchi. Zoning sog' bo'lgir. Mashalloh, barakasini bersin. Suti ham bir bo'lsa kerak, bu 30 ta nechta suti bor? 40 ta sutga beraman deyapti. Barakasini bersin. Joning sog' bo'lgir. Mashalloh. Yangi Qo'rg'onga kelib ko'rishlarni tavsiya qilib qolamiz. Qadrli obunachilar, sigirlarni nomerlaridan chiroylaridan chiqadi. Nomer aytib keting. 91lik, 91lik 740, 740 65, 75. 65 75 nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Bolasi shu? Uxlayapti ekan. Jonibek, tur. Jonibek deydi-yu. Ha, joyi. Barakasini bersin. Qadrli obunachilar, navbatdagi bo'g'ozimiz necha oylik bu? Nechinchi qoringa? 3-chi qoringa 7 oylik bo'g'oz. Mashalloh, o'ta lekin nima deydi? Uzun mol ekan. Bo'yidan ko'ra yana uzun ekan, uzunligi. O'zlar ko'rib baho berasizlar. Aka, narxi necha pul buni? 50 million so'm kami bor. Bozor qancha qildi? Nomer qoldirak ishqibozlarga. 90lik 916 75 01 nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Sotildimi aka? Necha oylik bu? Xudo xolasa yaqin ekan, mashalloh. Nechinchi qoringa? 2-chi qoringa. Joning sog' bo'lgir. Sifatlisdan boqaman deganlar. Yetilab yuboringchi. Mashalloh. Barchalarga qadrli obunachilar, mana shunaqalardan boqish nasib qilsin. Videoga bitta like bosib qo'yamiz ham. Oxirigacha ko'rishlarni tavsiya qilaman. Aka, narxi necha pul buni? 45 million so'm kami bor. Qancha qildi bozor? 38 million so'm savdo qilishibdi. 2-chi qoringa tug'ishga yaqin deyapti. Nomer aytib keting aka.
33'lük 930. 930 85. 85 nomerga aloqaga chiqib olasizlar. Shunaqangi sigir izlagan do'stingizga jo'natib qo'yamiz. Barchalarga rahmat. Qadrdonlar, navbatdagi aloqalar variantidan Chorva brend. Chorva brend. Aka, birinchi qoringami? Necha oylik bo'g'az? Xudo xolasa yaqin qolibdi oy kuni. Bizdan ko'rib baho berasizlar. Bo'ylari 120 plus. Narxi necha pul? 36 ga bermadi aka. Realni savdosi 36 million so'm bo'libdi. Mashalloh, barakasini bersin. Aka, nomer qoldirib keting ishqibozlarga. 91lik 691 1335 nomerga aloqaga chiqib olasizlar. Batafsil ma'lumotni egalaridan olasizlar. Boqqanga rahmat. Barchalarga nasib qilsin aka. Ukalar shunaqa chiroylilardan.